Esingizda bo'lsa, o'tgan safar kist obzor qiluvdik, lekin ishlatib ko'rmadik. Sizlarga obzor qilib ishlataman deb o'zim ishlatmay o'tiraman. Tamom. O'sha mashhur kistni analogini qanaqa ishlashi sizlar bilan birgalikda ishlab ko'ramiz. Mana bu kistimiz ko'zimizdagi konsilermi, Mamit? Konsiler ishlatish uchun. O, surishini ko'rasizlarmi qizlar? Men aldamayman sizlarga aytdim-ku, oldin o'zimiz mana bitta bilasizlarmi, kadr ortida 99 ta odam test qiladi har bitta narsani. Endi keyingi kistimiz suxoy va jidkiy rumyana skulpturlar uchun bahonada jidkiylarni ham qanaqa ishlatishni ko'rib olasizlar. Qaranglar, ikkitasi bitta qilib beraman sizlarga. Qo'lingizda surib olasizlar, вот так. Сразу rumyana surishi zo'r. Oynaga qaramay ishlayman, вот. Bemalol ko'zimizga sursak bo'ladi. Да ладно. А что, так можно было, что ли? Ham hali zo'r analog topganman, sizlarga chiqaraman. Labinglarga sursanglar bo'ladi. Bo'ldimi? Makiyajimiz ham bitdi. Ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, kist o'zidan o'chirma. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, kist o'zidan rumyanadagi dog' qoldirmadi va juda tekis yotdi. Qay darajada to'g'ri analog topganimni yuzimga qarab o'zingizlar baho berib yozishinglar mumkin, bemalol.